Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, bugun Islom sivilizatsiya markaziga faxriylarimiz bilan sayohatga chiqmoqchimiz. Chiroyli bir kadrlar olsak, sizlar bilan ham bo'lishamiz. Marhamat, tomosha qilinglar. Hammanglar sog'-salomat bo'linglar. Hamma ekspertlarga salom. Biz batalyonlarimizni ma'rifat olasizlar. Bosdingmi? Video ketyaptimi? Baxtiyorga qatnasiz. Baxtiyorga hozir qiling. Hozir bir sekunda to'g'ri bo'l. Bitta duo berasiz, xayrli ishga. Ilohim. Amin. Ovatimi? Yurtimizdan Allohning tinchligini, bolalarimizga, farzandlarimizga, nabiralarimizga bosh bo'lib beraylik. Xayrli ishlar Allohim ko'proq bo'lsin. Ilohim mana shu yo'llarimizdan bexatar qilib islomga borib kelaylik. Rahmat. Rahbarlarga katta rahmat. Assalomu alaykum. Uchiramanning. Ya bolalar mana o'zi shu qilib beradim. Hozir yo'qoladi. Yursalar, peshobotda yuringlar. Hozir kaliti menda. Ha, kaliti menda, kelavering. Yengil svetma bo'lib chiqadimi? Ha, okey. Kelinglar. O'rtoqlar, bu haybatni ko'rsanglar oldiga kelib. Bu hozir televizordan necha marta ko'rganimiz, YouTube'lardan, telefonda ko'rganimiz. Buni oldiga kelib, bu joylarda turib ko'rganni o'z ko'zinglar bilan ko'rganlar ta'siri boshqacha. Juda katta bino. Hozir telefonni yana kattaroq razresheniyasiga qo'yaman. Mana hozir yana ham kattaroq burchak ostida olma. Shunda ham bu haybat oldida turib odam salovat bo'lsa-da. Salbatini qaranglar buni. Yerga kelgan turistlar og'zi ochilib qolishi aniq. Marguraga ruxsati bor ekan, ichkari kiryapti. Kelinglar, marhamat, kelinglar. Kelinglar.
Yerimizde bunaqa emas. Yog'dan. Mantadan kirib, pastga tushadigan. O'rtoqlar. Bilmadim, mani qancha lug'atimda so'zlar bor, lekin bir gapira olmay qoldim deydi-yu. Juda bir ajoyib chizilgan bu odamlarcha bundoq hozir videoda ko'ryapsizlar. Chizilgan rasmdagilar rostagasin 3D turibdi-da. Shunaqa mahorat bilan chizilgan. Har bir rasm o'zini tarixi, o'zini davrdagi shu voqealarga asoslangan rasmlar. Bu yerda hozir bizda gidimiz yo'q bo'lganda edi, lekin gapirib bergan bo'lardi. Hozir umumiy qilib mana shuni olaveramiz videoga. Keyin kadr ortidan bilan sharhlab sizlarga ham aytib beramiz. Buni ko'ryapsizlar ishlanganini. Bu har bittasi bittadan mozaika shaklida terilgan. Tushunishinglar uchun ko'ryapsizlar qanaqa bu ranglarni topib berilib ishlatilgan. O'zim oldim. Nari tomondan. Buni bosasiz. Naryon ola. Bu ekranlarda bossangiz mashina nima haqida ma'lumotligini ko'rsatadi. Alavuddin Muhammad Xorazmshoh o'g'li Jaloliddin Manguberdi. Butun umrim shu muqaddas ozodligi yo'lidagi kurashlarda o'tdi. Yurtimning bir qarish yerini ham g'animga bermaslik uchun jon berdi. Bitta tarixini ko'rsanglar bo'ladi. Bizdan meros qolgan bu muqaddas zaminda O'rtoqlar, mana bu yerda til tanlashinglar mumkin. Har xil tillarda gapiradi. Shu gapirayotgan matnni ruschani bossanglar ruscha gapiradi, o'zbekchasi o'z, qozog'chasi qozog'cha, inglizchasi inglizcha. Gapiradigan nima? O'zbek tili, o'zbek tili. Ha, rus tilida agar tanlasangiz, Rus tilida gapiradi. ruschada gapiradi. Alavuddin Muhammad Xorazmshoh o'g'li Jaloliddin Manguberdi. Butun umrim shu muqaddas. Bir chekkadan aylanib ko'raveramiz. Ichkarida 3D animatsiya qilingan. Demak, mana shunaqa suratlar bor. Bular hammasi tarixiy o'rtoqlar. Bu muzeyda juda ko'p tarixiy eksponatlar bor. Eksponatlarni ona ko'rishinglar mumkin oldiga kelib. Petrograflar qadimgi. Bu qoya toshga chizilgan rasmlar eramizdan avvalgi 3000-4000 yil oldingi rasmlar bo'lishi kerak. Ma'lumotlar ham bor ekan yonida. Tegirmon toshi. Bu joy biroz qorong'ilashtirilgan ekan. Chiroqlari. Nima qilib, mana bu ekrandagi nimalar yaxshi ko'rinishi uchun. Juda ko'p shunaqa eksponatlar bor. Mana panjaralarni ham juda bir o'zgacha ishlashgan ekan. Orqadagi panjaralar.
Bu Budda haykalining qismi. Surxondaryodan topilgan. 2-4 asrlar taxminan. Yana ham tepada rasmdan ham ko'ryapsizlar, barelyeflarni. Bu barelyeflarda ham hammasida o'sha paytdagi tarixlar yozilgan. Hozir ko'rasiz. Oxirida borasiz, ko'rasiz. Qadimiy qo'rg'onlar. Juda ajoyib-da, o'rtoqlar. Juda ajoyib. Bu yerda ham Buddani haykali bor ekan. Bunga tilla tangana sovg'a mahsulot qilingan muomala. Sizga ishonib olmadim rasmga. Ya mana. Aytaymi? Ham tepada nimani ko'ryapsizlar, ishlab qo'yganini jonlashtirib bu proyektor orqali qilyapti. Hozir mana tepada proyektor turibdi. Proyektor ko'rsatdi, jonlashtirib animatsiya bo'lyapti. Lekin unda qarab tursanglarcha, toshlar o'zi qimirlayotganga o'xshaydi. Ajoyib ishlashibdi. Bu yerda aylanib chiqish uchun o'rtoqlar 1-2 soat kam. Har bir eksponatni oldida 10 daqiqa, 5 daqiqadan turganinglarning o'zida ham bir kun yetmasa kerak. Hozir afsus bizda gid yo'q. Bugun yakshanba. Bizga Ichki ishlar vazirligidan prezident apparati tomonidan imtiyozli qilib bugun tomosha qilishga ruxsat berishdi. Hali o'zi to'liq ochilgani yo'q. O'rtoqlar, bu hammasi atrofimizdagi tarix. Tarix ichida yuribmiz, o'sha paytni ichida yuribmiz desak ham bo'ladi. Juda ajoyib. Rahmat, baraka topsin. Keyingi xonaga kiramiz. Mana tasvirlarni ko'rib odam boshi ham aylanib yotsa. Haqiqatan uchdi. Bu yoqda ham ekran nimada ko'p ekan animatsiyalar. Aleksandr Makedonskiy. Makedoniyalik Iskandar. Qaranglar, qanaqa eksponatlar. Toshdan o'yib ishlangan. Qilichchi qismi bo'lsa kerak bu sopini. Nima deydi? Asl aynimas deydi, tilla. Tilla narsalar. Men tarix kitobida ko'rgansizlar. Buni ham mana ikkita qo'yi boshi deydi. Bilak uzuk. Qadimiy qo'lyozmalar. Mana eksponatni qaranglar. Kamonda ot otgan jangchi ot ustida yugurib ketayotib qismlari qolgan. Demak, sanasi eramizdan oldingi 1-asrda Surxondaryoda xalcha kamonchi. Ham katta ekranni boplabdi. O'sha paytda qo'rg'onlar oyog'ini tegib, bu oyna qalin bo'lishi kerak, odam yursa ham ko'tarish kerak. Bunaqa haykallarni ko'ruvmi deyla Alloh. Eramizdan avvalgi davrdagi bir xillari antik davrdagi haykallardan qaranglar, qanaqa narsalar topilgan. Bu Surxondaryoni Dalivizning tepa degan joydan topilgan haykallar.
u paytda buddizm bari bizni tomonlarda ham bo'lgan, hozirgi O'zbekiston hududlar, O'rta Osiyolarda ham bo'lgan. Keyin yo'q bo'lib ketgan. Keyinchalik islom dinidan keyin bular o'z-o'zidan qo'ygan qarang. Xo'sh, bunisi Qushon hukmdori ekan. Qaranglar, saqlanib qolganda o'sha paytdagi tangalardan kattalashtirilgan nusxalari. Juda qadimiy qo'lda to'qilgan qalak yoki gilam. Gilamcha. O'sha paytdagi dekoratsiyalar. Bu demak suv chiqaradigan charxpalak ekan. O'sha paytdagi nasosda endi o'zimizning tilda. Ko'rdinglarmi, bu yoqda hayvonlar yordamida aylantirilgan. Suv chiqargan. Hech qanaqa svet kerak emas. Xorazm hukmdori Azkachvar 778-yilda. Hozir kattalashtiramiz. O'sha paytda tangalarga zarb qilinganda o'shalardan qoliplari olingan. Xaritalar o'sha paytga oid. Mana tegirmonni ishlash prinsipi. Ko'rasizlarmi, naryoqda tuyalar yurib xalaqyapti, aylantiryapti. Bu yoqda suv chiqyapti. Juda boplab qo'yishdi. Animatsiyalar. Qaranglar. Xorazmdagi askarni haykalini bosh qismi ekan. 1-4 asrlarga oid. Mana xanjarlarni ko'rasizlar. O'sha davrdagi oyna bo'lmaganda bitta qo'lda ushlab ko'rish o'zi buni qandoq gap. Necha asrlar bo'lgan bunga. Jezdan qilinganga o'xshaydi, latun deydimi hozirgi. Qaranglar. Bu ko'rinishida ayol kishining haykali bo'lgan. Mana topilgan ayrim o'sha davrga oid qaranglar. Link kabelni ekan, bossanglar nima ko'rsatar ekan, uni orqaga bosamiz. Demak, har xil mana o'zbek tilida o'zbek tilida yozuvlari ko'rinar ekan. Hop, ruschaga o'tkazamiz. Hammasi sensorli ekan. Qoyil. Qaranglar, soatlab turib tomosha qilishinglar mumkin bu narsalar. Hozirgi haykal. Mana bu turgi haykal. Baraka topishsin. Juda bir ajoyib. Qaranglar, shuni bosib qo'llashni bosdim, mana orqaga bosyapman. Qaranglar, nimaligini ko'rmoqchi bo'lsanglar, buni bosasizlar, tanlaysizlar. Keyin qo'llash tugmasini bosasizlar. Bossanglar sizlarga shu narsani ko'rsatib berar ekan, nimaligini. Mana tomonida shu haqida ma'lumot. Hatto bor bunaqa muzey o'rtoqlar. Dubayga borganlar ko'rdinglar shu muzeyi, lekin undagi muzey ham hozir bu muzey oldida ancha orqada qolgansa ham bo'ladi.
Niye tushib ketmagan, Murod? O'sha davrga ketib qolasan keyin. Ichiga tushib. Qara, sekinroq aylantirib olgan. Menga qara, Murod. Mana buni ustidan bosmagan, u borchisalar betdi, tarashi tozalaydi, ular mehnati bor, oyoqingiz bo'lib qoladi. Hop. Men o'rtoqlar tarixchi emasman, lekin shu narsalarni ko'rib, yozuviga qarab o'qib sizlarga ham ta'riflab beryapman. Men bu nimaligini bilaman mana. Bu tanga bular. Qaranglar. Xorazm o'sha paytdagi hukmdorligini tangalariga 6-8-asrlardagi qaranglar. Nechta odam qo'lidan o'tgan hozir muzeyda turibdi. Yozuv o'sha paytdagi qaranglar. Hoy, 1-asrdagi taxminan miloddan avvalgi 1-asrdagi yozuvlar. Juda eksponatlarning soni, turi, xili ko'p. Animatsiya ko'rsatyapti, mana kim nima qilsa kelib ko'rishi mumkin. Ma'lumotlar, hamma narsa bor. Bu yoq Paxtazor ekan. Paxtazor. Oynasi bormi yo'q? Oynasi yo'q. U oynasi naryoqda ekan. Hammaga salom. Juda bir ajoyib dekoratsiya bo'libdi paxtalarda. Anaqa leskalarga ilishdi, chiroyli bo'lib, bular ham mana bunaqa yonyapti. Bu tepada ranglar. Xo'sh, bu shaftoli daraxtiga o'xshar ekan ko'rinishidan, juda ajoyib. Oh. Boylik. Hozir agar tanga topib qolsanglar, xumda hozirgi davrda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bularning usti mana shunaqa ozgina oksidlangan bo'ladi, mis tangalar. Shuning uchun bu nima ekan deb tashib yormanglar. Keyin o'zingizlarcha bularga ishlov bermanglar, o'chirib yuborasizlar. Buni o'zi mutaxassislari bor. O'ziga chiroyli qilib ishlov beradi, lekin juda qimmat turadi bu tangalar. Bu yoqda to'quv stanoklariga bag'ishlangan tomoni ekan muzeyi. Qaranglar, mana gilam to'qiydigan dastgoh qanaqa bo'lgan o'sha paytda. Doim orzu qilardim shunda. To'qib ko'rishni. Voy, rayhon, hamma nima to'g'risida ma'lumotlar. Mana bularni qaranglar qilib qo'ygan. Ustiniya burya bo'lyapti-da anaqada. Bu nima ekan? Qatdan chiqib ketyapti. Buyuk ipak yo'limi bu? Xo'sh, mana nima deyapti? Mana buni bundoq qilsa. Mana bular hammasi anaqa ekan, golografiya berib turadigan. Ya qo'y. Isfaxon, Hirot, Mavr, Nasaf. Qaranglar, qanaqa bir chiroyli. Karvonlarni qaranglar, yurishini karvonlarni. Juda boplabdi. Suv yo'lidan kemalar ketyapti. Hozir qum bo'roni boshlanadi bu yerda mana. Qum bilan bo'ronning ichida qolib ketdi bu narsalar. Tarixi yutib yubordi. Shu davrda qaranglar, kiyimini. Juda ham bir bebaho eksponatlar bor ekan o'rtoqlar. To'qimachilik mashinalarim bu. Qaranglar, mashina ham bosib ko'rsanglar. Nima bo'ladi? Nimaligi ko'rinar ekan, qaranglar. Men endi ko'rdim. Mashina ham bosib ko'rsanglar, nimaligi. Qaranglar, o'zi devor ishlama yo'q. Sensorli shu narsalar. 3D. Hozir meni telefonimda bular poloska bo'lib, chiziq bo'lib, rangli bo'lib ko'rinyapti. Ekran, lekin bu yoqdan qaraganda juda bir tiniq turibdi o'zi. Aqtariga u narsa bor ekanmi, yo'qmi? Voy. Hozir bu yoqqa borganligini biladi.
Birinchi kirganingiz bormi? Qancha bordi? Rahmat. Salomat bo'ling, hoji aka. Bor bo'linglar, sizlar ham salomat bo'linglar. Qanday ajoyib bir vaqt topib keldinglar. Hozir sizlar o'sha tarixni ichida yuribsizlar-da mana. Yerga mana kimlar nima qilib kela olmayapti, har kuni orzu qiladi. Ko'raman Har kuni. ekanlar. Ota-bolalar o'tib ketgan munosabati. O'rtoqlar qaranglar. Mana shu tarix ichida mana jonli o'zinglar ham yuribsizlar. Bu tepada mana qog'oz tayyorlanish usulini nima qilishibdi. Bu yoqda savdogarlar bo'lsa yerga o'tirganlar. Degan animatsiyalari bor, besh ketdim. Murod ham senga o'xshar ekan. Bozorchi ekan bu yoq. Qara oldiga kelsa ham bunaqa qiluv qilar ekan, bunda engashib, nima chaqirar ekan. Xudo qo'li bilan. Ha, mis nimalarni ko'ryapsizlarmi? Anjomlarni. Hamma tevor bayramga ketgan. Ya Allah. Yuramiz, mana shunda chiqib ketamiz yo'lda. Bormi yo'l bu yoqqa? Ha, bor. Sholg'u asboblari. Qarang, zo'rim qilingan. Qarang, men hamma joyi olishga ulgurmayapman. Shuncha joy. Yo, telefonim ishlamay qoldi meniki. O'rtoqlar, juda eksponat ko'p. Agar bu yerga qanaqadir bir imkon topib kela olsanglar, men rasmni kim eslayapti? Kim biladi? To'pa-to'g'ri, Afrosiyob. Qaranglar. O'sha paytda ham qanaqa bir chiroyli bir tasviriy san'at bilan, ha, bor aylanib chiqib ketish kerak. Bo'ladigan nima ekan bu? Kofir qala ekan. Eshigi. Kofir qala eshigi parchasi. Hali 6-asrga taalluqli. Bunaqa eksponatlar bor ekan, biz bilmas ekanmiz-da, qarang. Toshmi yo temirmi? Qalin ekan-da просто. Juda bir ajoyib, betakror, shunaqa zo'r muzey eksponatlari bor ekan. Oltinchi, 8-asrlar. Yuring, bor, mana shu aylanib chiqib ketiladigan qilingan. Yo'l bormi? Bor. Yursa bo'ladi ustidan. Tepada ot bor ekan. Tepada otni ko'ryapsizlar bulutlar orasidan. Pegas. Devorga proyektorli narsalar tushirib turibdi. O proyektor o'zi. Qaranglar, ammo ko'zalarni, qadimiy ko'zalarni. Necha asrlar bo'la saqlangan. Qanaqa ot? Belgilashgan turk otlarini. Murod bilar ekan, tarixi yaxshi mandan ham turk otlari deyapti. Menimcha turk otlariga o'xshamayapti-yu bu. Shamol belgilashgan. Ha, turkmanlarnimi? Ha, shamolda tez otadi. Ha, bo'lishi mumkin. Otlar bo'yicha mana mutaxassislarimiz bor ekan. Hoy. Yoqdan sari qolib yuraveradi. Bo'ldi, qizib ketdi. Bosqon. Ha, bu bosqon, to'ppa-to'g'ri bosqon. Bosib tursa havo chiqaveradi. Yo'da temirlar
temirlar pishib, ana qilich, ketmon hamma texnikani chiqaradi, shunaqa qurol. Aha, kamaydi. Bosdi, ana voy o. Jas ham bop narsa ekanda. Bu bosqon kim bilmaganligi, bu havo. Ko'targan edi havo kiradi, bosgan edi havoni bir tomonga yo'naltiradi. Ilgari temirchilar shundan Ulatib, temirni keyin foydalanishgan. bo'ladi. Ana unga botirib oladi, yog' bo'ladi. Ana, ana. Zo'r. Voy, qoyil. Siz bizga olov keltirgan buyuk shaman bo'ldingiz, deydi-yu. Tangalarni Tangalarga mehrim boshqacha-da. Sizlarda ham shunaqami? Bo'ldimi? Ko'ring joyga tushdimi? Bu yoqqa qara. Bu yoqqa qara. Bu yoqqa qara. Otib qo'y bu yoqqa qara. Hakikaten bitti ko'zi. Otilib ketdi deb, ha? Narsalarni qarang, ajoyiblik o'sha paytdagi bezeli narsalarda qarang, hamma narsadan bor. Odamchalarni qarang mana bular. Bu yerda 1-2 soat bilan aylanib, bu narsalarni hammasini tomosha qilib vaqt yetmaydi bunga. Haykallarni qaranglar. Mirakulli haykal ekanda. O an kachok bo'lganda, nakachinni. Mana oyoqlarini ko'rasizlar. Oyog'ini tagida nimadir bo'lganda bu qo'yiladigan shu narsaga. Xo'sh, endi mana shunaqa yo'lak orqali o'tib yaqin chiqarkanmiz. Zoda ham qaranglar, mana shunaqa animatsionniy 3D golografiyalar bor ekan. Kitoblar, nodir kitoblar. Qarang, kitoblarni olib bir mazza qilib o'qish o'zi qandoq bir mazza. Juda bir nodir kitoblar. Menimcha Navoiy bibliotekasida bularni elektron nusxalari bo'lsa kerak. Tarixga qiziqqan odam uchun juda bir zo'r kitoblar. Suyakda ishlangan ekan, qaranglar. Fil suyagidan ishlangan. Ajoyib. Na? Qara. Xo'sh, zal bu tomoniga ham o'tamiz. Juda katta ichkarisida. Qani yuringlar. Bu tomoniga ham o'tamiz. Video biroz uzunroq bo'ladi. Lekin bu eshikni to'sibmi? Juda ham katta eshik ekan. Bir tavoqasini qaraylar. Masjid eshigidan sig'mayman o'zimni kirsam deb. Eshigiga sig'masdim. Kattaligini qarang. Kattaligini qarang. Ana. Murod, yur. Kremenskiy eshigi bor. Mashina qilib, okalarim bilan maza qilib aylanib yurimiz, muzey tomosha qilib. Mikrofonim chiqib yonib turibdi-mi? Hech bo'lmasa bo'ldi. Endi bu yog'idagi eksponatlarga o'tamiz. Hozir ko'rsataman sizlarga. Xo'p, Somoniylar davriga mansub kichkina ko'rinishdagi maqbarani maketi. Somoniylarni davrida ham juda zo'r rivojlangan bo'lgan, bilasizlar. Bunaqa arxitekturalar. Shunaqa ekan. Nimaligini men Hali bu yog'ida ham bor ekan.
Qani yuringlar bu Somoniylarning maqbarasi. Mana. Kitoblarni qaranglar. Somoniylarning Qur'oni ekan. O'sha paytdagi kalligrafiyani ko'ryapsizlarmi? Tan bermasdan iloji yo'q o'rtoqlar. Somoniylarda Qur'oni deydimi? Mana amaki qo'lasizmi? 12-asr. Ichkarida undan ham zo'r narsalar bo'lishi kerak. Men yana ekranni kattalashtirdim. Ha? Haqqisa. Hali tashqarida ovoz eshitilyapti. Momentga kirsam ovoz eshitilyapti. Был переведен на многие восточные и западные языки и на протяжении веков служил основным учебником в медресе и университете. Махмуд Заманшари получил славу как великий ученый, как Sfera qilgan ekanda ovoz zo'r eshitilyapti. заслужив O'zimni ovozimdan gumbaz bo'ldi. арабов и неарабов. Qayerdan chiqdi ikkinchi etajga? Он собрал Ikkinchi etajga. Voy voy. İkinci qavatga kiradik. Jo'da ekan. Hozir aka ikkini ko'ramizmi? Birinchi. Bismillah. İkinci qavatda nima bor? Beruniyni globusi-yu. Al-Beruniy bobomizni yaratgan globusi. Ha. Ulug'bek shunaqa qilganmi? Beruniy emasmi? Ha, Ulug'bek bo'lsa Ulug'bek. Ana, Anzur akam yaxshiroq bilar ekanlar. Qaranglar. O'rta Yer dengizi, Qizil dengiz. Shu yerlarda qayerdadir Ka'batulloh. Musulmon davlatlarimi bu nima bu? Ha. Musulmon davlatlari. Shundaga Abror akani olib kelish kerak, baliq olib berib. Ha, qaranglar. Xitoydan Narsani karvon yo'li boshlanib, Ipak yo'limi? Ipak yo'li o'tib, mana ikki dengiz oralig'i. Yerlardan o'tib, hayvonlargacha borishgan. Naryoqda hammasini etib turibdi. Bu yerda o'zi kerak emas ekan. Knopkalarni-chi, tugmalarni bosishni bilib, ovozni nimaga qo'ysanglar, o'zi ham etib berar ekan ancha narsani. Esinglardami? Yer shari to'g'risidagi tushunchalar, geografiya nimasida bo'lardi qadimgi. Tepada katta globus bor ekan. Beruniyning globusi bor ekan. Anzur akam Ulug'bekniki deyaptilar. Shu Beruniyniki mana sporlashmadi, mayli Ulug'bekniki bo'lsa Ulug'bekniki dedim. 10-asrda Beruniy globusi. Beruniy bobomiz shunaqa dedim mana. Buni aylantirsanglar, mexanizmda aylanar ekan. Beruniymikan? Bilib oldingizmi? Bu Beruniy mana. nima bu? Beruniy. Nimalarni ko'rsatadi bu? Mana bilmaymiz dedi, mana shu narsa. Ya bu usturlab o'zi ko'rinishidan nima ma'lum nimaligi. Lekin arabcha yozuvlari bor ekan. Ana aniqladik. Ana Anzur aka. Ana. Aniqladingizmi? Yulduzingizni? Changi kerak narsa Qo'yingiz joyiga tushdimi?
qilading. Yo'q. Shunaqa narsalar bor ekan bu. Bu yerda eksponatlarni qarang ko'pligini. Bu qaysi muzeyda bor buncha eksponat? O'rtalam ichini ham ko'rsatdim, ko'ryaptimi? Ko'karib ketganman bu. Men buni video endi ozgina cho'ziladigan bo'ldi o'rtoqlar, lekin mayli, mingta video olsak ham bu yerga kelib o'zingizlar ko'rib bu narsalarni ko'zinglar bilan ko'rganinglar boshqacha-da. Men hozir juda ko'p joydan o'tib ketyapman. Hamma joyi olishga imkoniyatim yo'q. Eski moy chiroqli. Qaranglar qanaqa ko'rinishda bo'lgan. Mana bilan ichida atirmi nimalar saqlangan menimcha. Rut simobdon ekan. Simob saqlangan ekan bunda. Miniatyuralar. Shu paytdagi qo'lyozmalardan olingan suratlar. Tabii. Nima bor ekan? Kabatulloh yoqinchi. Hozir ko'ramiz uni ham. Mana eng o'rtoqlar zo'r boylik. Qadimiy qo'lyozmalar. Muhammad Xorazmiy. Qaranglar, necha asr oldingi qo'lyozmalar bular. Subhanalloh. Saqlanganini qaranglar bular. Sanki kerak narsa ko'rdingmi? Nima ekan bu? Namlar o'zimda ish qilib yormishman. Ana jinchiroqni aytyapsizmi? Yo, jinlarni biz haydab yuborganmiz ancha bo'lgan. Hozir gaplashmayapmiz ular bilan. Hazillashadilar-da. Bu ham usturlab o'rtoqlar. Kabi qo'shdisman. Oyoq tagiga gilam solingan ekan, juda yumshoq gilam. O'rtoqlar kim umraga ziyoratga borgan bo'lsa, yopinchiq ko'rgan, eshikka qo'yilgan. Aslida borsanglar bundan ham katta. Tepalari ham juda baland. Kalitlarni ham nima qilib qo'yibdi. Shu Kabatullohning kalitlari. Bitta doim Qur'on oyatlari o'qib turilar ekan. Eshikni ko'ryapsizlarmi orqasiga? Orqadagi eshigi original emas bu. Shu anaqada ishlangan. Ustalar tomonidan qilingan ramziy ma'nodagi eshik. Lekin mana Ka'ba po'sh mana asl nusxasi. Hammasi mana shu tilladan ishlangan iplari va hammasi tilladan. Juda og'ir bo'ladi, ozgina bo'lagi ham. Subhanalloh. Bor tomosha qilsa arziydigan joylar. Qaranglar. Maqobi Ibrohimdagi yopinchiq ekan bu. Hoy. Ta'rifga so'z yo'q. Eshik. Maqobi Ibrohimda tomondagi eshik bor. Mana shu yerga kirasiz. Endi
Boylar endi kiradida bu uyga. Siz kambag'allar kirolmaydi. Zina qo'yib beradi, ichiga kiradi. Ibrohim maqomini arkasiga ozroq joy bor. Kambag'allar o'shaga kiradi. Uning ham anasi bor. Qalanchi soatga ayollar kiradi, pustuanchi soatga erkaklar kiradi. Makkadami, Madinada? Bu Makkada. 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 Ha, mana shu eshiklar Juda bir ajoyib. Bu muzey men bilmadim, hali aylanib bo'ldimmi, yo'qmi, hali tushunayotganim yo'q. Ochiqni aytsam, muzey ichida men adashib qoldim. Bitta men emasman. Hamma adashib qoldi. Qolgan biza bilan kelgan faxriylar, kimdir tepada, kimdir pastda, kimdir nari xonada, kimdir haligi chiqish joyini qidirgan. To'g'risini aytsam, bu joylari aylanib, bu kichkina qisqa fursat ichida qaraylar, qadimiy bezaklar. Bunaqa qisqa vaqt ichida bu yerda aylanib bo'lish nerealni deydi-yu. Qaraylar, men bularni bossa ham hammasi bunaqa o'tyapti mana. Hamma ma'lumot bor. Bosdinglar samolyot tangasi. Orqaga buni bosdinglar. Hop. Keyingisiga o'tqizdinglar. Bosdinglar. Qosa o'sha davrga mansub mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerga kelishinglar kerak, o'rtoqlar faqat qiladigan ishinglar tomosha qilib ko'rib ketishinglar kerak. Lekin keladigan bo'lsanglar, hamma ishinglarni bitirib olinglar-da. Shunaqa bir bemalol bo'lib kelinglar. Kelganinglarda o'zingizlarga qadrdon bo'lgan insonlar bo'lsa, olib kelinglar, ota-onanglar kimlarda bo'lsa, uy ayolinglar, ahli oilanglar bilan, bola chaqanglar bilan kelinglar. Bu bizning madaniyatimiz bu. Hammasi aylanasiga hammasi tarix ekanda, o'rtoqlar. Juda ajoyib. Biz katta zalga chiqamiz, katta zaldagi boyga rasmlarni ko'rdinglar-ku. Juda ajoyib. O'g'lim bilmadim qayerda hozir. Lekin mana shunaqa aylanib o'ng tomon bilan yursak chiqishimiz kerak. Boya bu yerdan yurgandek bo'ldim. Yo'q, adashyapman. Boya shu eshikning oldidan o'tmadimmi? Shunaqasi chiqamiz. To'g'rimizda katta o'toq bor ekan. Olmaylar. Bu tomon nima? Shunaqa hozir kirib adashib qoldim. Qaysi tomonda yurganimni ham bila olmayapman. Katta zalga qayerdan chiqadi? Katta zalga. Yo'q, boya kirdik-ku biz o'rta dizalga. Kontrol bo'lyapti. Ha, mayli, keyin nima qilamiz yana xudo xolasa. Buni ko'rsatsa bor-ku, xodimlar bor. Qaraylar, bu yoqda ham qancha eksponatlar bor ekan. Yana qaraylar, qo'lyozmalar, qancha kitoblar. Bu yerga ham kiradigan joy bo'lish kerak hozir, aylanib. Topamiz. Mana miniatyuralarni ko'ryapsizlar. Kamoliddin Behzodda ijoddan bo'lsa kerak. Anzur akam o'zini repertuarida hozir janjal to'polon qilib kiradi shu yerga. Bizani olib kirarlar, ko'ramiz. Qaranglar. Qanaqa bir o'sha paytdagi eng dastlabki xaritalardan. 1805-yil ekan. Bu Osiyo xaritasi ekan. Qaranglar. Qoyil. Ha, sizga ruxsat beradi, bitta sizga kirib chiqasiz. Shaxmat.
Shaxmat o'yinini hamma biladi, qanaqa zo'r o'yin. Ajoyib manmi. Jabr poplab qo'yibdi. 100 ta kateli shaxmat bu. Kim o'ynagan? 3 qator. 100 ta kateli shaxmat. Varroq nimadan ekan? Qog'ozmi yo'q? Lattaga o'xshaydimi? Kiratdim, aylanib kirib tushib kelyapti. Bu o'sha nimani kesimi. Lobi rasadxonasini. Mana shu zinalardan har bittasida o'lchov nimasi bo'lgan. Belgilari. O'sha o'lchov belgilaridan turib, xuddi kamalaning nimasiga o'xshab ip tortib turib, tepaga qarab turib, yulduzlarni o'rganga falakka yopdi. Bu tepadagi miniatyuralarni. Navoiy xonlik. Amir Olimxon. Amir Abdulahadxon. Amir Muzaffarxon. Amir Nasrulloh. Laqatni taniymanmi? Ati yozib. Buga xona. Muhammad Rahimxon ikkinchi ekan. Asfandiyorxon. Islomxo'jani endi darrov ko'rib til taniysizlar-ku. Ajoyib. Bu qarayli. Voy. Buni ko'z bilan ko'rish kerak. Boshim aylanib ketyapti ko'rib. Bu gapirib berar ekan. Bu soliqchi bu. Soliqchi bu kim? Shoir bo'lsa kerak. Bu shoir kim? Bosib ko'rsammikin bittasini? Mana buni bosish kerak. Mana bu yerda. Assalomu alaykum. Men kapitan Ziyoratov Nusratjon. Meni tinglash uchun tilni tanlang. Bu gapirib berar ekanda mana bu joy haqida. Hamyolali qaqa ketib qoldi. Bizani faxriylarimiz bu yoqqa kirishdimikan? Qaraylar, tarixiy voqealiklar. Ajoyib. Mana shu ham bossa gapiradi. Mana. Kitoblarni qaranglar. Hamma narsa bor ey. Har bir kitobdan bor. Qaranglar. Bemalol kelib ko'rib, ketolmadi bu yerda buncha vaqt kam tomosha qilib chiqishga. Chalg'u asboblar, bossanglar buni eshitsanglar bo'lar ekan. Buni ovozini. Qoyil misra turistlar uchun qiziqdi. Bu nima ekan bu? Teleskop. Hech nima ko'rinmayapti, bosadigan joyi bormi? Bor ekan. Men kamera ola olishimki. Qaranglar. Bu bo'lar ekan.
Ya, u o'rtoqlar. Ajoyib. Boshqa narsani ko'rsatyapti ichida. Sferический suratlar. Dumaloq stol o'sha mashhur. Bitta hamma barobar atrofidagilar. Prezidentlar dumaloq stoli. Oh. Tanish chehralar. Mahatma Gandhi. Mening hayotim. Liderlari to'g'risida kitoblar ekan. Endi bizdan tashqari bu yerda boshqa yurt vakillari ham bor. Bular nima deydi? Omadi chopgan turistlar. Hammani ham hozir bunaqa joyga olib kelmaydi. Ayrimlarini. Tanka pushkalar. Bitta maketlar ekan asosan. Bitta medallar. Muzeyga taqdim qilingan. Ajoyib. Qarang. Hamma bir zo'r ko'ra olmayman. Endi aniq adashib qoldim. Qayerda yurganimcha, lekin o'zim ham hayronman, bilolmayapman. Bu kitoblar ekan, yangi chiqqan. Aql adabiyotlar. Markaziy Osiyo olimlari 1000 bitta kashfiyoti, birinchi jild. Ko'rasizlar qanaqa zo'r kitoblar bor bu yerda. Abay, qora so'z. Jahon adabiyoti. Shunaqa chiroq ko'p, yop-yorug'. Es shahar eski qismi. Ansambl ko'rasizlarmi, islom sivilizatsiyasining kattaligini. Juda odam ko'p ekan. Xastamon minorasi ko'ryaptim. Shahar Zarqarnay ko'chalar. Ko'chalar hammasi ko'rasizlar, barelyef qilib devorlari mana shunaqa ishlangan, bir chiroyli. Yo'dan yurchi. Buyuk Ipak yo'li. 15-asr. Deydi tepada o'tirib olib. Zo'r ekan Mametlar. Fantalliq qo'ygan, yozda tasavvur qiling, qanaqa zo'r bo'ladi. Mametda o'tirib olib, yozda. Maza qilib, choy ichib, boqavri. Qani chetroqqa o'tirib nima qilaylik. Tepadani savatlarmi, nima ekan tepadagi?
Ajoyib qilib qo'yishdi buni. Chiroqlarni ko'rasizlar. Mana nimalarni tagiga chiroqlar qo'yishdi. Juda chiroyli chiqibdi. Hamma eshiklar bo'ymakor eshiklar. Hammada yog'ochdan qilingan. Kim o'ylabdi bunaqa zo'r bo'lib ketadi deb aytlar. Taqillatadi. Taqillatadiganlar ham bor ekan. Mana yana barelyef. Juda bir chiroyli ishlangan ekan. Ammo Buxoro. Bu Xiva. Endi bunisi topinglarchi xat. Buxoro Xiva bo'lsa bu xat bo'ladi. To'pa-to'g'ri. Samarqand 15-18 asrlarda. Mana bunisicha boshqacha ishlanibdi, eshik. Chiroyli bo'libdi. Qaranglar bular. Bu eshikchasi bor tepada. Laganlarni ko'rasizlar, har xil laganlardan osib qo'yishibdi. Mana yana bitta barelyef. Toshkent eski shahar, Zarqarnay ko'chasi 18-asrda bo'lib qo'yibdi. Sayyohlar ham aylanib yurishibdi. Mana 3 ta sayyoh chet eldan. Suvni shovullashi baribir boshqachada, odamga qanaqa zo'r huzur beradi. Juda bir chiroyli kechki eski shahar ko'chalari.